21 asr mana Parkinson deydi, lekin kitoblarda o'sha quyonchi Fona deb kelgan. O'zini qaltiraydi, keyin hamma sistema o'sha tepadan ketgan o'zi u. Shunaqa voqea bo'ldi. Shifo Allohdan xilos qilish qo'llari qaltirib, oyoqqa ham berib yubordi. O'sha qo'lda narsani ushlab tura olmayapti. Stakan, piyola choy ichamaydi. Unga kelib ichirib qo'yish kerak odam. Ushlab yoki o'zi ichirib qo'yadi. Alhamdulillah mana shu iste'mol qilib, shu tabiiy ham, yana tabiiy narsalar hammasi. Kletchatkalar, tabiiyatdan kletchatka deganda o'sha yana zelen, ukrop, petrosh ham o'sha ukrop urug'ini kimdir mensimasligi mumkin, lekin mana shu narsalar yana plus o'sha qorashmalar. Har doim shu ichida qora sedana ishtirok etadi. Shu narsani iste'mol qilib 7 oyda qo'l uji bemalol piyola ushlaydi. Subhanalloh, Allohning mo'jizasi ro'y berib, Alloh shifo berib, bizani mani sababchi qildi. Bemalol choy ichib yubordilar. Choy ichib yubordimsa, choy ichib yubormaman deyaptilar, o'zlari ham bilmay qoldilar. Endi demoqchiman, bu bir gapim bilan har bir dardga o'zi shifosini bergan Allohim. Bir sababsini qidiraylik deyapti. Mana hozir shu odamni ham men o'rgatib qo'yganman. Ular ham piyoda yurishni yo'lga qo'yib qo'yganlar. 3 kilometr piyoda yuradi. Yuribdilar mana, yurib ketyaptilar sekin-sekin, bo'lar ekan. Ha, u Xudoyim aytgan o'lim dardidan boshqa hamma dardga davo bor. Sababsini qidiraylik, izlaninglar, bo'ldi.